Assalomu alaykum. Men Baliqchi mahallasidaman. Ismim Gulzoda. Men insult bo'lgandim bundan 1 yil oldin. Umuman oyoq qo'lim ishlamasdan o'ng tomondan bo'lganman. Shu yotishda mana birinchi doktorlarga rahmat. Ancha yaxshi bo'ldim, lekin oyoq qo'lim baribir unchalik nima qilmadi. Endi Allohga shukr, shu yurishda mana Majid ukamga to'g'ri aytdimmi? Jamshid ukamga Allohim ro'para qildi. Ming qatla shukr. Mana bugun уже 9-kun. Allohga shukr, ancha yaxshiman. Mana qo'lim bemalol mana orqaga kelib ketyapti. Oyoqlarim Allohga shukr yaxshi. Meni birinchi shu xo'jayinimga ming rahmat, meni chetga olib kelgan. Hammasiga rahmat. Alhamdulillah. Uyda qarayotgan kelinlarga, o'g'illarga hammasiga rahmat. Allohimga shukr, shu ne'matni menga berganiga kundan kunga yaxshi bo'lyapman. Alhamdulillah. Shukr. Jamshid ukamga ham Allohim o'zi rahmatlari yog'ursin, nurlari yog'ursin, ishingiz rivoji bersin. Allohim har doim shunaqa tanjoningiz sog' bo'lsin. Shundan nimalar o'zgarishlar bo'ldi kelganingizdan keyin? Birinchi kelganimda mana xo'jayinim ikkalamiz keldik. Zo'r qatdan kirib kelganman. Qo'lim, oyog'im nima qilardi, lekin o'zim mana ichimdan hozir his qilyapman. Unchalik qo'lim, oyog'im unchalik nima emasdi. Hozir mana Allohga shukr, qo'limni his qilyapman, oyog'im o'zim kelganiga his qilyapman. Bemalol yuriyapman. Ozgina bo'lsa ham o'zgarish bor, yaxshi ancha. Allohga shukr. O'zim ham yaxshiman, kechalari yaxshi uxlayman. Allohga shukr. O'zgarish juda katta. Allohga shukr. Yaxshi. Shifoyi komil bergan bo'lsin, shifoyi Alloh ato etgan bo'lsin, g'oyibini yetkazgan bo'lsin. Mana shuncha o'zgarishlar bo'libdi. Buyog'iga Alloh taoloning marhamati bilan sog'ayib ketishingizga o'zi madadkor bo'lsin. Va sallallohu alayhi va sallam Muhammadin va alihi va sahbihi ajmain. Rahmatika Robbi lakal hamdu kamba g'ayri jallal vajhika va azimi sultanika. Alloh hammasiga Allohim. Ikkinchi siz sababchi. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير وفيض أمري إلى الله بصيرا بالعباد يا مقلب القلوب ثبت قلبنا دينك وصلى الله